Assalomu alaykum hurmatli azizlarim, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun 1-aprel, halgi kulgi hazil kuni deyishadi. Har doim mana shu aprel oyi yuzingizdan tabassum arimasin, ishlaringiz rivojini bersin, Allohim barakasini, xayrini bersin. Sizlarga bir narsani aytaman deyman, hech ayta olmayman. Hozir o'sha kasallar yana boshlanadi. Bu Instagram'da 1,5 oy bo'ldi, o'g'lim ochib berdi-da. Birisi aytadi, "Aya bloger bo'lib ketyapsiz" deb kulishadi. Endi bilmadim bloger bo'lyapmanmi-da. Endi shunday bo'lib tushirsa kerak deb nima qilib tushirib yotibman-da. Keyin like bosinglar, podpiska bosinglar deydi, ko'p nimalarni ko'raman-da. Men like, podpiska bosinglar deb aytmayman hech qachon. Chunki meni kasallarim sarafoniy radio bir-biridan eshitib kelishadi. Agar mabodo bu videoni ko'rib, endi kasal bo'lgan odamam kelib lecheniya olib duo bersa, mana shuni o'zi menga yetadi. Kasal bo'lmagan odamam kelib o'zini очищение qilsa, bu juda ham yaxshi narsa-da. Chunki bizlar nima deydi, taraqqiyot bo'layapti, normalniy fikr qiladigan odamlar kasal bo'lmasdan oldini oladi. Ya'ni har qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar organizmda очищение qilib, 5 ta kapelnitsa qilib olib, kokteyller bilan jikitini tozalab yursangizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Menga podpiska, like shart emas. Prosta menga kelib davolanib duo bersangizlar, mana shuni o'zi yetadi menga, azizlarim. Sizlarni sevaman, sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha azizlarim.